Lesalarda sifatini tekshiramiz. Ya'ni 10-etajdan qum ustiga tashlasalar ham hech narsa bo'lmaydigan lesalar. Ishlab chiqaruvchi akalarimizdan juda arzon narxlarda. Ya'ni 2026-yilda lesalarda narxi qanchadan bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun narxlarni yoritib beramiz. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod Kaminterimdan bo'lyapti va albatta sizlar bitta like bosib, kottej quryapti turgan, dom quryapti turgan, undan tashqari arenda biznesi bilan shug'ullanyapti turgan akalar ukalarimizga jo'natib qo'ysalar kimgadir juda katta foydasi tegib qolishi mumkin. Xo'sh, bu yerda ob'yom nihoyatda katta ob'yomda yetkazib berishadi. 10 ta deysizlar, 1000 ta deysizlar, 10 ming ta deysizlarmi, hammasini yetkazib berishadi. Bitta like bosamiz, tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz. Biz esa ustakamizdan to'liq ma'lumotni olamiz. Ustaka hormaganda. Salomat bo'ling. Charchamang. Ha, rahmat. Xo'sh, ob'yom katta, xudo xolasa. Lesalar yetkazib berilaveradi, ha? Ha. To'lovlar qanday bo'ladi? To'lovlar qizig'i yo'q. Naqd pul, perecheniya hamma tomoniga hammasiga yuraveramiz. kelishilaveradi. Masalan, bitta lesani endi arenda biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun yoritib beramizda. Masalan, bir komplekt lesa olsa, 1 yilda o'zini pulini chiqaradi. Shundaymi ustaka? 1 yilga qolmay chiqaradi. 1 yilga qolmay chiqaradi. Endi biz uzoq muddat aytaylik. 1 yilda o'zini pulini chiqaradi. Keyingi yiliga lesa jonga qoladi va o'sha pul ishlashda davom etadi. Shundaymi ustaka? Ha, shunaqa. Ya'ni bitta pul tikiladi, sirazi daromadga kiriladi. Unaqa kutib o'tirishni keragi yo'q. Shundaymi ustaka? Xo'sh, lesalarimizni qalinligi nechida berilyapti? Qalinligi 1.7 stenkadan qilingan. 1.7. Oyoqlari 1.7 stenka, qolgan joyicha. Qolgan joylar 1.5. 1.5. 1.5 stenka. Aha, komplektida? Komplektida 2 ta kashak, 2 ta oyoq, bitta paddoni bor. Narxi 660 ming so'm. 660 ming so'mdan. Yana kelishtiriladi, xudo xolasa. Yana kelishtirib beramiz. Yana kelishtirib beriladi. 5 paddon bo'ladigan bo'lsa. 5 paddon bo'lsa, o'sha 170 ming so'm atrofida minus qilinadi. Kurchoklari ham shu zavodskiy kurchokdan qilingan. Ha, 170 ming so'm paddonni minus qilib tashlaydi ekan. Xohlasalang paddoni bilan, xohlasalang paddonsiz ikkalasidan ham bor ekan. Yani bunu 1 metrligi ham bor. Hozir bu yerda tayyorlab qo'yganimiz yo'q edi. 1 metrligi 530 ming so'm bo'ladi. 530 ming so'm. Dastavkalarchi? Dastavkalari butun O'zbekiston bo'yicha qo'shni davlatlarga ham bemalol chiqarib beraveramiz. Ichidami alohida? Yo, dastavkasi kelishilgan Alohida bo'ladi. Yo, masalan, bir 50 komplekt olsa vodiy bo'yicha yetkazib beraverasizmi? Yana uni gaplashamiz. Ha, kelishiladi. Pastda nomerlari bo'ladi. Kimga shunaqangi lesalar arzon narxlarda kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 660 ming so'mdan kami bor deyishyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Bizning kanaldan chiqqanlarga albatta narxini yana ham kelishtirib tayyorlashib sotishadi ekan. Shundaymi ustaka? Mana shunaqa. Salomat bo'lasiz. Alloh razı olsun. Katta rahmat sizga.